Bir odam bor edi Memati. Orzulari bor bir odam. Eng katta orzusi uni tarbiyalagan vataniga qarzini to'lash bo'lgan bir odam. Bu yo'lda hamma narsadan voz kechdi. Yaqinlaridan, oilasidan, ismidan va hatto yuzidan ham voz kechdi. Davlat uni mafiya otasi qildi. Mafiyani yo'q qilish uchun mafiya otasi bo'ldi. O'ldirdi, o'ldirdi, o'ldirdi. Eng yuqorigacha chiqdi. Davlat ko'rsatgan o'ljaning yonigacha. O'sha o'lja unga borib seni bor qilgan davlatga o'q ot dedi.